Assalomu alaykum. Men psixolog Muqaddas Rajabova. Bugun oila haqida, oiladagi muammolar haqida qisqacha video qilmoqchiman. Bu kimgadir xayrli bo'lishi mumkin, kimdir eshitib, nodir anglashi mumkin, tushunishi mumkin. Bu yerda men hozir hech kimga aql o'rgatacak emasman. Hammani aqli o'zidan yetarli hozirgi vaqtda, buni tushunaman. Hech kimni hayotini to'g'ri noto'g'ri dejak emasman. Shunchaki ildizini, ya'ni sababini ko'rsatishga harakat qilaman. Ya'ni ba'zi muammolari, oiladagi kelib chiqib turgan muammolarning asl sababini ochishga ozgina harakat qilaman. Ya'ni bu kimgadir kerak bo'lishi mumkin. Kimgadir hozir shu videoni ko'rib, nodir anglashi, nodir tushunishi mumkin. Demak, oilada hozirgi vaqtda ajrama soni juda ham ko'p va oilada yosh oilalarda bir-birisi bilan kelishmovchiligi, yosh oilalari bir-birini tushunmovchiliklari juda ham ko'p. Bu narsada ko'pincha er ayolni ayblaydi, ayol erni ayblaydi, qaynona kelinni ayblaydi, kelin yana bir boshqa birovni. Lekin aslida ko'pchilik shu vaziyatlarda masalan amma xolalari, qarindoshlari, mahalla xotin-qizlar masalan raisdan keladimi? Ya'ni tashqaridan kelgan odam ularni yarashtirish bo'yicha nodiydir. Qizim, sabr qiling. Oilada ham shunday bo'ladi. Oilada hamma vaqtda kelishmovchiliklar bo'ladi. O'zi qaynonang shunday odam. Necha desang, necha deysan. Bir narsa desa yaxshi-da, yo'q dema. Yoki qaynonang aytiladi, qandaydir maslahatlar beriladi. Keyin xo'p deyiladi. Ya'ni ularni shu holatda indama, gaplama degan narsa bilan yana yarashtirib qo'yiladilar. Va yana oradan qanchadir muddat o'tadi, qanchadir vaqt o'tadi. Masalan, aybdor qidiriladi, aybdor topiladi, ayb yuklaniladi va sen tilingni chidashing kerak. Masalan, erinda bo'lib turgan bo'lsa, eri masalan xiyonat qilib yurgan bo'lsa, hamma ayb erina yuklaniladi. Masalan, sen hech kimda ayb yo'q degan narsa aytilmaydi. Albatta kimdir aybdor bo'ladi. Va shu bilan yana yopiladi. Va yana hammasi jim yuradi. Xo'p, bu yerda masalan, hozir keling 3 odam olamiz, qaynona, er va xotinni olamiz. 3 odam ham ichine yutadi, indamaydi, lekin emotsional holati ichkarida janjal davom etaveradi. Ichkarida qarshilik davom etaveradi. Masalan, kelin borgan sari qaynonasini yomon ko'rib qoladi, qaynona borgan sari indamagani bilan ichkarida nafrat oshib qoladi. Masalan, turmush o'rtog'ining borgan sari ayolning ko'ngli qolisha boshlaydi. Tabiiyki, ayolning ham turmush o'rtog'idan ko'ngli qolisha boshlaydi. Ya'ni unda sekin-sekin oldin xafa bo'ladi. Xafagarchilik sekin asta nafratga o'tadi. Nafrat asta sekin g'azabga keltirib chiqaradi. Va ko'ribsizki, o'sha bu narsaga ham yutadigan bo'lsa insonlar, masalan, uyda qaysi bir inson bo'lishidan qat'iy nazar o'sha g'azabni yutib, bu yerda asosiy jabrlanuvchi kelin bo'lib chiqadi. Chunki qaynona g'azabni yutmaydi, asosiy dakvarlikda yutmaydi. Borini aytib chiqaradi. Masalan, o'g'lini aytadi, turmush o'rtog'ini aytadi, kelinini aytadi. Farqi yo'q, u chiqaradi ichindagini. Masalan, kimgadir ozor berib qo'ysa ham chiqaradi. Turmush o'rtog'i bo'lsa ham, masalan, eri ham g'azabini chiqaradi. Uni tabiiyki chiqaradigan insoni ayoli, xotindan chiqaradi. Boshqa insonlar ko'pchilik g'azabini chiqarib bermaydi. Ya'ni faqat xotindan kuchi yetadi ko'p turmush o'rtoqlari. Va ular ichindagi g'azabini chiqardi qanchadir miqdorda. Kelin ishlatadi. Kelin g'azabini kimga chiqaradi? Tabiiyki bolalar bo'lsa, masalan, bolalarni chiqaradi. O'zi ko'rganmiz, endi sizlar ham ko'rgansizlar, 1 yoshar, 2 yoshar bolalarni ham ayovsiz uradigan, ya'ni shafqatsizlar uradigan ota-onalar bor. Va bular nima uchun uradi deb o'ylaysiz? Chunki g'azab kuchli, ichkarida chiqarilishi kerak g'azab kuchli. Bizning ruhiyatimiz, ruhiyatda kuchayib ketgan vaqtda, emotsional holat, qaysidir his-tuyg'u kuchayib ketgan vaqtda uni chiqarish uchun biz masalan bu bolam ekan, yo bu erim ekan, yo bu qaynonam ekan degan narsa bo'lmaydi. Ongsiz ravishda u kimgadir chiqariladi. Chunki ko'tarib bilmaydi ruhiyat, u hissiyotni ko'tarib bilmaydi va tashqariga chiqarib tashlashi kerak. Ko'tarish uchun yoki qandaydir og'ir kasalliklarga uchrashi kerak. Agar yo'q hech kim ham demayman, masalan, u g'azabini bolalardan ham hech kim chiqarmaydigan bo'lsa, u kasallik bilan chiqaradi. Ya'ni qanaqadir onkologiya bo'lishi mumkin yoki yazva bo'lishi mumkin yoki mioma bo'lishi mumkin. Farqi yo'q, qanaqadir tanasidagi kasalliklar bilan bu g'azabni masalan o'tinda hozir ko'pchilikda o'tda tosh va yig'ilib turibdi, bu ham g'azabga javob beradi. Ya'ni o'sha yutilgan alamlar hammasi tosh bo'lib yig'iladi. Va bular hammasi qanaqadir kasallik bilan tashqarida yig'iladi va ayol o'sha azob va hayotni keyin boshdan kechirishi mumkin. Xo'p, demak buni ildizi neda, buni sababi neda deydigan bo'lsangiz, demak unda masalan kimda ayb, kim ishlatishi kerak deydigan bo'lsangiz, buni sababi men hozirgi vaqtda, hozirgi mana ishlash jarayonimda ko'p mijozlarni ko'rib, ular bilan ishlash jarayonida va o'zimning tajribamdan kelib chiqib aytamanki,
Buni sababi asosiysi u qiz ham masalan eri ham turmush o'rtog'i ham turmush qurgunicha ular bir-biri bilan turmush qurgunicha bo'lgan fikrlari, o'y-xayollari orqali bo'lib turgan bo'ladi. Ya'ni bu narsa masalan mana yaqinda hozir ham ishlayapmiz o'sha mijozim bilan. Bitta qiz keldi. Shu darajada oiladan, turmush o'rtog'idan xafa bo'lgan holatdagi o'sha nafratga aylanib, nafrat g'azabga o'tib ketgan. Va bu narsani farzandlariga albatta ozor bergan. Hali aytganimdek, farzandlar ham juda onadan ozor ko'rgan. Shu darajada ozor ko'rgan. Endi men buni ochiqchasini hozir aytib bilmayman, lekin onada o'sha kuchli apatiya holatida. U harakat qilishga holi yo'q. Nov yeb o'tiribdi, nov ichib o'tiribdi, farqi yo'q unga. Buni yotadi, turadi, ichkarida g'azab kuchli, qimirlashga holi yo'q, harakat qilishga holi yo'q. Shuni yotadi, turadi. Bu hayotda yashab turibmi, u yashamay turibmi? Unga qiziq bo'lib qolgan, qiziq emasdan, shu darajada hayotdan bezib ketgan, shu darajada ichkari to'lib ketgan. Va shu murojaat qilganda, biz ishlaganda shu narsaga amin bo'ldimki, undagi turmush o'rtog'ini, masalan, shuncha yillik xiyonati, turmush o'rtog'ining shuncha yillik bergan azobi, bular hammasi, ya'ni men kerakmayman. Undagi asosiy narsa, asosiy uni qiynab turgan narsa, meni hech kim sevmaydi, meni hech kim qadrlamaydi, men keraksiz insonman, men hech kimga kerakmayman. Mana shu narsalar uni qiynab tashlagan edi. Men ya'ni ati berilgan narsa deb his qilar edi. Lekin farzandlari katta, masalan, bir emas 3 ta farzandi bor. Turmush o'rtog'i, hamma oilasida qaynota-qaynonasi bor, lekin o'zini shuncha masalan ne'matlari borligidan ham uni ko'zi ko'rmaydi. U men kerak emasman, men hech kim emasman, meni hech kim sevmaydi, men sevilmasman degan narsani ushab olgan. Shu bilan yashaydi. Va sekin-sekin o'sha o'lim holatidan o'sha kelib qolgan edi. Va bu bilan ishlash jarayonida shu narsani ko'rdikki, bu birinchi o'sha men kerak emasman, men sevilmasman, meni hech kim sevmaydi degan ustanovkasi, degan fikr uni birinchi o'sha 5-6 yoshida otasi tomonidan